alaykum, Cho'g'burga ishlamandalar. O'zimga tegishli bo'lmagan qanaqa video olsam odamlarga manfaat tegsin deganman. Bugungi videoyimiz yangi yo'lda joylashgan Uhud haqida bo'ladi. Ularning boshqa joydan afzalliklari Xitoydan o'zlari olib kelishadi. Narxlari juda ham arzon va ham yonbob. Tifal, Termiz deysizlarmi? Dazmol, pazmol hammasi optim narxda. Bularda oshxonadan tashqari hammom uchun kerakli narsalar barchasi mujassam. Men o'zim fast food ochganimda rosa qiynalganman. Shulardan ishim bitirganman. Jamiki fast foodga kerakli narsalar bor. Donaga ham optim narxda bularda. Bolajonlar uchun ajoyib stakan idishchalar bor. Jamiki sizga kerakli bo'lgan narsani Uhud do'konidan bittada ishinglar bitirib ketasizlar. Muhimi jahon bozoriga borib qiynalib tiqinda yurmaysizlar. 24 soat ichida kimi kommentariyasi eng ko'p like qilsa Uhud tarafidan 5 ta qoshiq nabor Cho'g'burga tomonidan bitta so'kish marka qo'yiladi. Bu safargi g'olibimiz 6 ta bo'ladi. Yana bitta eslatma, ulardan bir dona nasosiylar ham dastavkasi bor. Bularni nomerini, Telegram kanalini qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xohlagan narsalarni dastavka qilishinglar